Siz Fakt 24 dasturini tomosha qilyapsiz. Agro inspeksiya tomonidan paxta 2025 hosilini samarali yig'ib olinishini tashkil etish bo'yicha mamlakatimiz bo'ylab nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Ayni bu mavzudagi lavha Qashqadaryo viloyatidan tayyorlangan. Qashqadaryo viloyatida 126 ming gektardan ortiq maydonda chigit ekilib, ayni kunlarda mo'l hosilni yig'ib olish ishlari boshlangan. Jarayonlarni samarali tashkil etish maqsadida Agro inspeksiyaning Qashqadaryo viloyati boshqarmasi mutaxassislari nazorat qilib bormoqda. Ma'lumot uchun viloyatda paxta yig'im-terimi ishlariga 200 ta paxta terish mashinalari jalb etildi. Shuningdek, paxta xomashyosini tashish maqsadida 2346 ta transport traktori va 3059 ta traktor tirkamalaridan foydalanilmoqda. Bundan tashqari zamonaviy paxta terish mashinalarini boshqaradigan mexanizatorlarni o'qitish, ularning malakasini oshirish maqsadida o'quv seminar tashkil etildi. Inspeksiya xodimlari tomonidan paxtani qabul qilish, saqlash, qayta ishlash jarayonlari bo'yicha monitoring tadbirlari olib borilmoqda. Paxta yig'im-terim mavsumida 200 ta terim mashinalari ishlashi rejalashtirilgan. Terim mashinalarining 73 tasi shu yil yangi kelgan, qolgan 123 tasi o'tgan yillar kelgan. Bular Efenword, Bachiron rusumli yuqori unumli mashinalar. Bir kunda bittasi 10 gektardan terish imkoniyati ega. Bu degani 40 tonna, 45 tonna paxta teradi degani. Bundan tashqari 64 ta paxta qabul qilish maskanlarida paxta qabul qilinadi. Hammasi shay holatga keltirilgan, hammasi agrotarozi platformasiga ulangan, laboratoriyalar zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Agro inspeksiya ko'rigidan o'tib, hammasini shay holatga keltirganmiz. Maqsad hosilni uyushqoqlik bilan yig'ib terib olish. Viloyatda yetishtirilgan 535.500 tonna paxta xomashyosi 16 ta paxta to'qimachilik klasteriga qarashli 64 ta maskanda qabul qilinmoqda. Ushbu maskanlar zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlaydigan qurilmalar bilan ta'minlangan. Jumladan elektron tarozilar, hosil qabuli onlayn axborot tizimiga ulangan. Mavjud 308 ta laboratoriya qurilmalari davlat metrologik qiyoslovidan o'tkazilgan. Ochiq maydonlarda paxtani saqlash bo'yicha zarur brezentlar zaxirasi shakllantirilgan.